shaxslardan 12 nafariga har biriga 80-85 so'tilgan qilib ajratib berganmiz. Ular shu yer maydonlariga yangi usulda qalampir ekilib, hozirgi kunda agrotexnik tadbirlari amalga oshirilyapti. Har bitta ijarachi bo'yicha yoshlarimiz shu qalampir mahsulotlaridan olinadigan daromadi o'rtacha 91 millionga to'g'ri kelyapti. Bundan xarajatini chiqarib olsak, shu 70-75 million atrofida daromadga ega bo'lishyapti. Bu birinchi hosil yig'ishtirib olganimizdan keyin ikkinchi turiga zelin ko'chatlari ekilib, ikkinchi turidan ham shu yillik daromadi o'rtacha 50-60 millionga to'g'ri kelyapti zelindan.